Iroq Islom Respublikasi. Shirinliklar bilan tanishaylik. Xili juda ham ko'p ekan, qarang. Qanaqangi shirinliklar bor, ha? Navid aka. Mashina holvani narxi necha pul? Bu 4000 dinar. 3 dollar. 4000 dinar. Biz narxini aytamiz. Buni ham osonroq yo'lini o'rgatay. Necha pul bo'lsa, shuni 9 ga ko'paytirasiz. Sal O'zbekistonda sal yog'i bilan chiqadi. Summa qancha bo'lsa, 9 ga ko'paytirasiz, bo'ldi. Xilini qarang buni. Mustaqildagilar nima bilan? Xilini qarang. Buni narxini so'raychi, bu qancha? Bog'lar bor. Bog'lar bor. Kam. 7000 dinar. 7000 dinar. 9 ga ko'paytirasiz, o'zbek puli chiqadi. Shirinliklarni qarang. Xilini qarang buni. Shirinlikchilar bormi kuzatadiganlar? Shiro bilan shug'ullanadiganlar. Voyda. Nima bular? Mana bu nimani? To'g'ridagi. Assalomu alaykum. What is his name? Oti nima? Dahin. 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 Buni qiymatini so'raychi pulini? Kam? Dahin kam? 6,000, 1 kg. 6000 kilosa Dinar. 6000 dinar ekan. Hisoblashni o'rgatdim dehqoncha jadar usulini. 9 ga ko'paytirasiz. Bo'ldi, o'zbek puli chiqib keladi.